Chiqilib 2 oyda bitirasanlarmi remontni? Ha, ulguramiz biz professionallarmiz. 2 oyda uyingizda kukulka qilib qo'yamiz. Qanada kelib ko'raman lekin. To'xtang. Ha, 200 ming pul tashib keting. nimaga? Endi kraskaga. Bo'pti. Ha. Chop arag'obkida remontchi. Shoshyapsanmi? Yo'q. Yonyaptimi bu joy? Yo'q. Davay olib arag'ob. Sen zagsga nima olding? Kalpas oldu. Halolmish qilib. Minusu jo'ra. Yo, pilus. Minus. Yo, pilus. Uradozi ko'rasan. Ko'ramiz. Ha, minusmikan? Ha, minus. Ya, assalomu alaykum. Qadrlaymiz. 2 oyda bitadi deganing qani remont? Amana kukulka. Shu kukulka. Nima qilaylik? Biz ham o'ynab yurganimiz yo'q, bir normal asbobimiz yo'q. Qilib ishlaylik biz ham. Ha, hali asbobmi? Hozir men senga asbob boksdan olib kelaman. Tomosha qilasan. Tomosha qilamiz. Bo'ldaki uy tayyor. Mana bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Mana aytganimda asbobni zo'ri kerak deb. Asbobing soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. Asbobi ham bo'yiga yarasha ekanda. Markada. Sen qaysi asbobni aytyapsan? Ana asbobi. Epa. Epani aytyapsanmi? O'l nima ekan demaman.